Qassobga shogird tushsa nimalar bo'ladi? Eshrifam aka, dadam aytdilar sizga shogird tushar ekanman. Nimaga? Qurbon hayitda sezonda ozgina soqib olamiz ekan. Sezonda biz olamiz soqqansizlar qilasizlarmikan? Qani o'tchimaqa? Shu bilan hayotingda go'sht va yog' bilan bog'liq kunlar boshlanadi. Qassobxonada go'shtlarni maydalashga kuching yetmagandan keyin ozgina qonni ko'rib duxi olsin deb seni qushxonaga jo'natishadi. Mani kimligimni aytdimi? Yo'q. Men Abiliksman. Hozir to'rtta mol ikkita qo'y keladi. Og'daramiz. Qushxonaga borganingdan keyin mana shunaqa qo'rqinchli bratlarni qo'lida ishlaysan. Akaxonlar har xilda shunaqa qilib duxingni olib turishadi. O'zi ketib borarmikin deyshadi, lekin sen ham taslim bo'lmaysan. Qo'y keladi, keyin sekin qo'yni yotqizdirishni o'rganasan, oyog'ini baylashni o'rganasan, lekin baribir qo'rqasan-da, bechoraga rahming keladi. Usta, muammo borda. Qana muammo? Men shu qonda qo'rqaman-da. Ota-bobolarimizdan qolgan bitta gap bor. Kimda kim qo'ydi yuragini qonini ichsa, qondan qo'rqmas ekan. O'shaning uchun senga ich. O'zi ichganmisiz? Men tug'ma qo'rqmasman. Sen ichasan. Axir sen yangi shogirdsan-ku, shunaqa qilib duxingni oshirmoqchi bo'lib, achigan kapot qon deb har xarda ich qizdirib borishadi. Tayyormiz. O'sha yaxshiroq. Yo bismillah, Allohu akbar. Qonni ko'rganingdan keyin ko'zingni oldi qorong'ilashib ketadi. O'shanda tushunib yetasan sendan qassob chiqmasligini. Yuragida qonni yordam bermadi. Pak.